Assalomu alaykum qadrli ustozlar, kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Demak, bugungi video darsimizda bir maktabdan ikkinchi maktabga ustozni o'tkazish o'rganamiz. Ya'ni yangi kelgan o'qituvchimiz, ustozimiz boshqa maktabda ishlagan. Demak, biz yangi maktabga keldi. Demak, uni qabul qilish uchun maktab admini tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida gaplashamiz. Demak, birinchi admin profiliga kirib olamiz. Xo'p, keyin administratsiya bo'limiga o'tamiz. Xo'p, keyin yangi odam bo'limini tanlaymiz. Xo'p, demak, bizda ikkita tanlov bor. Yangi odam qo'shish, ya'ni maktabda hali foydalanuvchi ya'ni kiritilmagan yoki tizimda mavjud, ya'ni maktabdan foydalangan shaxs hisoblanadi. Xo'p, demak, bizda bu ustozimiz ishlagan, oldin maktabda ishlagan. Demak, bizda yangi odam emas, tizimda mavjud odamni tanlaymiz. Xo'p, keyingi qadam bosamiz. Demak, bizda tanlaymiz kimligini, ya'ni bizda o'qituvchi. Xo'p, maktabga kirish sanasini belgilaymiz. Xo'p, belgiladik. Endi mana JSHR. Demak, bizda maktabdagi login orqali topib olish mumkin shu shaxsni, yoki JSHR orqali topish mumkin. Xo'p, demak, ikkita usulda ham ko'rsataman. Demak, birinchisi bizda JSHR orqali qidiramiz. Keyingi odamni bosaman. Noto'g'ri. Demak, bizda ogohlantirish noto'g'ri. Demak, JSHR raqamini bosaman va pastdagi mana bu bizda ogohlantirish chiqdi. Demak, bizda bu JSHR maydoni noto'g'ri kiritilgan bo'ldi. Demak, bizda JSHR maydoni pastdagi masalani, ya'ni misol keltirilgan ko'rinishda kiritilishi kerak. Xo'p, buning uchun JSHR raqamini kiritgandan keyin oxiriga sichqonchani bir marta bosib, chap tomonni bir marta bosib, probelni bosamiz. Mana shu holatga o'tadi. Ya'ni push yo'tashimiz mana. Demak, misolda ko'rsatilgan holatga o'tdi JSHR raqamimiz. Demak, endi keyingi qadam bosamiz. Xo'p, mana bizda demak ustozimiz topdi. To'g'ri. Demak, maktabi ham to'g'ri. Xo'p, endi bu demak JSHR orqali topish edi. Endi login orqali ham topsa bo'ladi. Demak, bu misolni ko'ramiz. Demak, ikkinchi usul login orqali topishni o'rganamiz. Demak, loginni tanlaymiz va loginda yozilgan bizda demak, mana loginni yozdik. Demak, keyingi qadam bosamiz. Bizda loginimiz to'g'ri yozilgan bo'lsa bo'ldi. Keyingi qadam. Xo'p, mana demak loginimiz to'g'ri yozildi va bizda xuddi shu odam yana chiqib keldi. Demak, bizda xuddi ikkita variantda yangi xodim yoki o'quvchini qabul qilish mumkin. JSHR yoki maktabdagi login orqali kiritish mumkin. Xo'p, demak, yaratishni bosamiz. Demak, mana bizda yaratildi xodim. Demak, foydalanuvchi qo'sh o'sha so'rov yuborildi. Foydalanuvchi so'rovni tasdiqlashi kerak. Demak, maktab admini tomonidan shu ustozimizga, yangi xodimga demak so'rov yuborildi, ya'ni maktabga qo'shilish so'rovi yuborildi. Bu ustozimiz o'zini shaxsiy kabinetidan kirib shu so'rovni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Xo'p, demak, ustozimiz tasdiqlashni biz kutishimiz kerak. Admin ustozimiz
tasdiqlagandan keyin boshqa keyingi amaliyotni bajarish mumkin bo'ladi. Demak, ustozimiz taklifni qabul qildi. Demak, tekshirib ko'rishimiz uchun hop, yana bir karra boshqaruvga o'tamiz. Hop, demak, taklifnomalarga kiramiz. Demak, taklifnomada xodimlar deganda bizda hech qanday xodim yo'q. Demak, ustozimiz tomonidan taklif qabul qilindi. Hop. Ustozimiz demak hozir shu maktab bazasida foydalanyapti. Buning uchun ro'yxatga kirib ko'rishimiz mumkin. Odamlar ro'yxati. O'qituvchiga kiramiz. Demak, ustozimizni topamiz. Mana ustozimiz demak ko'rindi. Ustozimiz taklifni qabul qildi. Xo'p, mana tekshirib ko'ramiz. Yana tahrirlashga kirib ma'lumotlari kiritilgan. Xo'p, demak bu yerda ham har narsa kiritilgan. Demak, yana bitta birato'la admin tomonidan pedagogik xodimni qaysi fandan kirishini ham, ya'ni dars beradigan fanni belgilab ketishingiz kerak. Demak, boshqa matematika o'qituvchisini belgilaymiz. Matematika o'qituvchisi. Hop, demak, bizda to'liq bandlik bo'ldi. Xo'p, ishga qabul qilish sanasini kiritib qo'yamiz. 5-yil. Hop, demak, demak, o'qituvchimiz hali o'qiyapti. Hop, qolgan ma'lumotlari to'g'ri. Demak, ustozimiz saqlash tugmasini bosamiz. Mana ma'lumotlar saqlandi, ya'ni ustozimiz bemalol maktab bazadan foydalanishi mumkin. Ma'lumotlar mana to'liq kiritildi. Hop, demak, bu yerda bizda bilish, ya'ni bizda mana kirish sanasi bor. Maktabga kirish sanasi demak 14-noyabr. Mana ya'ni yangi maktabga 14-noyabrdan a'zo bo'ldi. Xo'p, demak, tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Ustozlar, savolinglar bo'lsa izohlarda yoki Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.